Shunaqa vaziyatdagi Upwork'ga kirib kelayotganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Zo'r savol. O'ziga, talantiga, ishiga ishongan odam boshlasin. Zo'r bo'ladi. Men nimagadir ham shunaqangi ishonch bilan kirganman. Bitta zo'rlik bilan, misol uchun, Upwork'da ishlab ketasiz degani emas, hamma noldan boshlaydi chunki. Agar siz 10 yil tajriba bilan chetda ishlab, zo'r dizaynlar qilgan bo'lsangiz ham, Upwork uchun siz baribir yangisiz-da, u yerda tajribangiz yo'q. O'shanga chidab, o'sha momentdan o'tib olsangiz, albatta mana shu Aziz opa aytgandek, ishongan odamlarga Upwork albatta ish beradi. Upworkda lekin sani hech qanaqa opiting yo'q, hech qanaqa tajribang yo'q, hech qanaqa feedback yo'q. Uni to'g'ri tushunish kerak. Shu etapdan o'tib olish kerak. Mayli sal pastrog'iga ozgina klientdan feedback olaylik, ozgina summa tushsin, Upwork'imga ishlaganim haqida ma'lumot bo'lsin. Keyin уже bemalol ko'tarish mumkin. Klientdan komissiyonni oladi. Chunki sizning klient ham Upwork'ga постоянно katta pul to'lagingiz kelmaydi. Alohida o'zingizga o'sha summani berib qo'ygingiz keladi, tushundingizmi? Shunisi bor, o'shaning uchun ham ingliz tilini bilmasanglar, nima deydi, 2 marta o'ylab ko'ringlar. Ishni qilib bersang, men o'shalar orqali jo'nataman deydi. Lekin u yerda payment protection degan narsa yo'q. Upwork'da bu narsa bor. Ishni mayli deysizda, hanna deysizda ishni olib, unga topshirganingizdan keyin shunchaki yo'q bo'lib qoladi. Menga bera olasizmi, yo'qmi desa, sraz tekin umuman hech narsa qilmanglar. Meni maslahatim, tekin degan klient bo'ldi, уже sizni ishingizni hech qachon qadrlamaydi. O'zini mahsulotini tekinga qildirmoqchimi? O'zini hurmat qilmayaptimi? Bo'ldi. Bitta mijoz oldim, bo'ldi, endi har doim meni ishim bo'ladi degan narsa yo'q. Doimiylik, постоянство Upwork'da yo'q. Bir oy rostdan $3000 topishingiz mumkin, keyingi oyga u proyektingiz yopilib ketadi, yangi klient ola olmaysiz, orada uzilish bo'lib qoladi. Endi freelancer deb aytiladi-yu, free sizda, tushunasizmi? Mana shu erkinlikni berdi menga. Upwork'da faqatgina zo'rlar ishlaydi. Zo'rligingizga ishonsangiz, bosing. Assalomu alaykum hammaga. Moxie School'dagi keyingi podkastimizga xush kelibsizlar. Bugungi podkastimizda mehmoni Aziz opa. Aziz opa, sizlar bilishinglar uchun Upwork'da UI UX dizayn sohasida $300,000 dan oshiq daromad topgan. Juda ham katta summa. Mana bugun Aziz opani shaxsan o'zlaridan qanday qilib shu darajaga erishgani, qanaqa strategiyalarni qo'llagani va aynan endi boshlaganlarga qanday maslahatlar bera olish haqida Aziz opani shaxsan o'zidan so'rab olamiz. Assalomu alaykum Aziz opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Juda ham xursandmiz yo'q demaganingizdan, vaqt ajratganingizdan. O'zingizni ozgina tanishtirsangiz bizani mana shu auditoriyamizga. Men Upwork'da 3 yildan buyon faoliyat olib boraman freelancer sifatida. Shu 3 yil ichida profilim top rated ga chiqqan. Top rated plusmi? Top rated. Da, и 300 mingdan oshiq daromadim bor. Hozir profilimda shunaqa ko'rsatyapti. Tushunarli. Endi $300,000 bu juda ham katta summa. Upwork'da onlayn bo'lib turib, mana shu o'zingiz xohlagan erkin vaqtda ishlab turib topgan summa uchun даже endi biznes qilsangiz ham juda ham katta summada. O'shaning uchun hammaga qiziq, siz qanaqa kirib kelgansiz Upwork'ga, nimadan boshlagansiz, nimalarni boshidan o'tkazgansiz, o'sha haqida aytsangiz, birinchi kirib kelganingiz qachon va nima sababdan bo'lgan Upwork'ga? Hozir Upwork'im UI UX graphic design bo'yicha o'zi IT sohasida, IT kompaniyasida uzoq yillar davomida ishlaganman. Shu ishlashim davomida IT bo'yicha bilimlarni yig'ganman. Ba'zida bo'sh qolganimda har xil boshqa sohalarga ham qiziqib ko'rganman, masalan, dizaynga. O'sha payt Figma endi chiqqan payt edi. Har xil narsalarni chizib ko'rishga harakat qilganman. Faqat bo'sh vaqtimda. U payt IT kompaniyasida customer support bo'lib ishlardim. Ingliz tilim yaxshi edi. IELTSdan 7 olganman. O'sha kichkinaligimda, universitetga kirishdan oldin. Keyin Upwork borligini eshitib qolganman. Yaxshi pul topsa bo'ladi deb aytishgan. Upwork
akkaunt ochishga harakat qilganman. O'zimcha customer support bo'lib yoki English teacher bo'lib, lekin Upwork nimagadir meni qabul qilmagan o'shanda. Uzr, bunaqa frilanserlar bizada yetarli degan. Keyin nima qilishni bilmay grafik dizayn deb tanlab qo'yganman. Lekin o'tib ketganman. Profil ochilgan, lekin ish bilan bo'lib, oila bilan bo'lib Upwork'im qolib ketgan, hech yurg'izolmaganman. Keyin bilsam, Upwork har oy 10 tadan connect berar ekan. Shu 2021 oxiri 2022da Upwork'imga qaytib kirganman, qarasam, connectlarim ko'payib qolgan. Shuncha yildan beri ishlamasam ham u connect beravergan, akkauntim aktiv bo'lib turavergan. U payt Upwork bloklab qo'ymagan, lekin boshqa freelance platformalar 3 oycha ishlamasangiz blok qilib qo'yadi. O'sha idlesan, ishlamayapsan deb, masalan, Fiverr, People per Hour va boshqa. Menimcha hozir Upwork ham blok qilib qo'yadi. Private qilib qo'yadi. Shu private qilmagan, akkauntim ishlagan. Keyin yig'ilib qolgan connectlarimni ko'rganman. Graficheskiy dizayn turibdi. Upwork'imni yana yaxshilaganman, chunki Figma'da bir ikkita ishlarim bor edi. UI UX dizayn bo'yicha. Keyin portfolio yasab qo'yganman. Shu portfolioni olib proposalni jo'natish boshlaganman. Lekin portfolio zo'r bo'lishi kerak. Portfolio haqiqatda yaxshi edi, chunki men lead dizaynerlardan maslahat olib portfolioni yasaganman. Ular ham yordam berishgan, chiroyli qilish kerak portfolioni deb. O'zim masalan xom bo'lsam ham yordam so'rab chiroyli bitta PDF qilib olganman. Keyin shu proposalni jo'natish boshlaganman 2022 boshida, 2021 oxiri boshlaganman. Lekin bir hafta jo'natdim proposallarni. Hech kim javob bermadi. O'qiyapti, lekin qiziqmayapti. Hech qanaqa summa yo'q, hech qanaqa feedback yo'q profilimda. Bitta xom profil. Siz hozir aytib o'tdingiz, boshida akkauntni har xil nishlarda yaratib ko'rgansiz, to'g'rimi? Ha, urinib ko'rganman o'qiga. Ha. Aynan o'sha nechinchi yil edi taxminan? 2018-19larda dedingizmi? Ha, 2018da harakat qilib ko'rganman ochishga. Aynan o'sha paytda mana qabul qilmadi degan paytingizda xuddi men o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Sizdan oldin ana bitta Bekzod bilan podkast qilganimizda ham u ham xuddi shu gapni aytdi. 2017, 18, 19-yillarda Upwork hammaga reject bergan ekan o'zi, Amerikadan tashqaridagilarga. Submit qilasiz, nimangizni, akkauntingizni qabul qilinmaydi. Bilmagan ekanman. Xuddi o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Bir 6 oy kutganman, topshiraman, o'zgartiraman, kamchilik bor deb kelaveradi, topshiraman. Keyin oxiri bitta Amerikada yurgan o'rtog'imga aytib, "Davay, sen akkauntimga Amerikadan kir, keyin o'shani submit qil" deganman. Keyin o'tib ketgan. Ha. Qiziq. O'sha paytda 1 yilmi, 1,5 yilmi Upwork faqatgina Amerika bilan chegaralangan ekanda. Keyin уже 2019-20 dan keyin ochilib, hamma уже submit qilsa qabul qilinadigan bo'lgan. Lekin men O'zbekistondan submit qilganman, faqatgina shu nishni boshqacha tanlaganimga o'tib ketgan. Ha. U tushunarli. Demak, vaziyat balkim sal boshqacharoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi boshida mana boshlagan paytingizda nishni tanladingiz, Upworkda mana shu sohada ishlaydigan bo'ldingiz. Allaqachon siz ishlab yurganingiz uchun portfolio ham bor edi dedingiz o'zingizda o'sha paytda. Meni ishlarim amateur, lyubitelskiy deydi-yu. Unaqa zo'r emas, to'g'risini aytaman. Chunki bo'sh vaqtimda Figmaga kirib, nimadirlar chizib, keyin portfolio yaratganman. Endi, конечно, portfolioni ustida ishlab, yaxshi qilib berishgan. Men tanishlarim, chunki IT kompaniyada ishlaganman, u yerda developerlar bo'ladi, dizaynerlar bo'ladi, arxitektorlar bo'ladi. Tanishlarim bor edi. Вот. Ular yordam berishgan. Shu bilan bir hafta proposal jo'natdim. Connectlarim yig'ilib qolgan. Tekin menga hech qanaqa connect ham sotib olmadim. Lekin hech kim o'qimadi, qiziqmadi. Ikkinchi hafta ketdi. Keyin shu ikkinchi haftadan keyin proposallar,
konektlarim bor-u, mayli oxirigacha jo'natib qo'ya qolay, ishlatib qo'ya qolay deb. Jo'natganimda bittasi qiziqib qolgan. Именно Mhm. mani sohamga yaqin bitta ishim bor ekan, SaaS platforma bor ekan deb aytganda. SaaS platformani bitta joylarini portfolioda ko'rsatgan edim. Shu ishing yoqdi Mhm. degan. O'sha payt reyt judayam kichkina qo'yganman. $15 per hour qo'yganman. Albatta bu yoqmadi ko'pchiligiga. Judayam kichkina summa UI UX uchun. Shu omadim kelgan deb o'ylayman. Bundan tashqari omadim kelgan. Agarda shu omadim bo'lmaganda, u payt ham raqobat kuchli edi. Shunchaki nima deydi, tashlab qo'ygan bo'lardim, olib bormasdim Upwork. Raqobat hamisha kuchli, faqat hozir emasda. O'sha payt ham Ko'pchilik aytadi-ku. Ha. shunchaki mani omadim kelib qolgan deb o'ylayman. Bilmadim. Mhm. Menimcha bu yaxshi ishlaganingizdan bo'lgan. O'sha Proposallarni ham lekin har kuni jo'natardim, har kuni. Nima deydi, consistency bo'lganda, keyin Upwork ham consistencyni ko'rib, algoritm ishlab ketadi. To'xta, bu bir oydan biri, 2 haftadan biri proposal jo'natyapti. Qani bunikini ham topga Aktiv. chiqaraychi, ko'rsataychi deyishi mumkin-da profilni. Mhm. Ana o'shandan keyin bitta klient bilan ishlab, yaxshi klient uchrab qolgan. To'g'risi, Upworkda yomon klientlar bo'lishini keyin bilib qolganman. O'sha payt omadim kelib, xom bo'lsam ham yaxshi klientga uchraganman, yaxshi ish topshirganman, yaxshi feedback olganman. Bitta feedbackdan keyin уже invite'lar kelish boshlagan. Ya'ni proposal jo'natishim unchalik ham shart emas edi. To'g'ri, baribir jo'natib turardim. Lekin invite'lar kelganda profilni topga chiqargan. Shundan keyin ish olishim osonlashgan. Ish ba'zida ko'payib ketgan. Undan keyin sekin oldimga odamlarni olish boshlaganman. Shunaqa qilib 300 mingga chiqardim-da. Bitta o'zim qilmaganman 300 mingni, конечно. Jamoaviy. Aynan shu joyda sizlarga dizayn sohasiga qiziqishi borlar uchun va har qanday bizneslarga dizayn kerak bo'ladiganlar uchun startap bo'ladimi, katta bizneslar bo'ladimi, aynan ular uchun kerakli bo'ladigan bitta servisni sizlarga ko'rsatib o'taman. Ishonchim komil, bu hammaga foydali bo'ladi. Bu Design Bar kompaniyasi xizmatlari. Ularni eng kuchli tarafi shundaki, bozorda ajralib turadigan tomoni ham shundaki, ularda subscription, ya'ni oylik to'lovli xizmat turi bor. Bu nima degani? Bu startaplar uchun, katta bizneslar uchun juda ham qo'l keladi. Siz oylik to'lov evaziga dizayn xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Siz u startapingizni mobil dizaynmi, web dizaynmi, dashbordlarmi, SaaS dizaynmi istalgan sohadagi biznes vakillari uchun bir oy muddatda istalgancha dizaynlarni bularga buyurtma berishingiz mumkin. Bu shunchaki kompaniyalarni anchagina xarajatini tejab qoladi va qisqa muddat ichida ko'proq natija olishingizga yordam beradi. Agar siz albatta obunangizni uzoq muddatga cho'zadigan bo'lsangiz, unda albatta juda ham ko'p xizmatlarni arzon summalarda qildirib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Eng avvalo Design Bar jamoasini ishlash tartibi haqida aytib o'taman. Oldin ular sizlar bilan startapingizga yoki korxonangizga to'g'ri keladigan, mos keladigan bitta planni, obuna rejasini tanlab berishadi. O'zingiz gaplashasiz, sizga to'g'ri kelsa, albatta shuni tanlaysiz. Undan keyin professional jamoa sizni muammolaringizni, sizni xohishlaringizni, nima xohlayotganingizni o'rganib chiqishadi va dizayn natijalarini 36 soatda qabul qilib olasiz. Shunchaki dahshat, 36 soatda. Ana endi ular sizga juda ko'p qulayliklar berishadi. Albatta jamoa siz bilan 24/7 aloqada bo'lib turishadi. Istalgancha jamoa a'zolaringizni siz kompaniya sifatida ushbu Design Bar jamoasiga qo'shib borishingiz mumkin. Va Design Bar jamoasi siz bilan ishlayotganda Trellodan yoki sizga qulay bo'lgan toollardan foydalanib, dasturlardan foydalanib, sizni ish jarayonlaringizni, progresslarini ko'rib borish imkoniyatini sizga yaratib berishadi. Mana bu yerda aytib o'tilgandek, Trello orqali siz qaysi vazifa tugadi, qaysi qanday jarayonda statusda ko'rib borishingiz mumkin. Undan tashqari, agar siz Design Bar jamoasini professional ishlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu saytda designbar.com saytida ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana juda ham chiroyli qilingan dizaynlarni ko'rishingiz mumkin. Har biriga kirib, e-commerce design, project management design, bu yoqda
mana qolgan dizaynlarni ham ko'rib, tekshirib chiqishingiz mumkin. Undan tashqari, siz dizayn bor jamoasi bilan ishlayotgan paytingizda obuna tizimi bo'lganligi sababli sizdan har oylik bitta fixed summa yechib olinadi. Bo'ldi. Siz ortiqcha xarajatlar qilmaysiz. Ortiqcha muammolar, kutilmagan narsalar bo'lmaydi. Bir oyda belgilangan summani to'laysiz, bo'ldi, hamma ishingiz hal bo'ladi. Va albatta professional top dizaynerlar ham aynan dizayn bor kompaniyasida. Ular ishlashgan mana kompaniyalarni ko'rishinglar mumkin va xaridorlarning fikrlari haqida ham mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Endi obuna to'lovlari haqida aytib o'tadigan bo'lsam, ularda standart va pro paketlari bor. Agar siz standart paketini sotib oladigan bo'lsangiz, $3000 istalgancha dizaynlarni buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz startap bo'lsangiz, bu juda ham qo'l keladi. Startaplar asosan eng boshlang'ichda juda ham pulni ayashi kerak. O'shaning uchun ham mana $3000 evaziga siz butun bir platformangizni dizaynlarini qildirib olishingiz mumkin. Jamoa tez ishlaydi va sizga bir oy ichida juda ko'plagan natijalarni ko'rsata oladi. Va undan keyin pro paketi ham bor, $5000 ga yaqin, 4995 oyiga va sizga qanday qulayliklar yaratilishi haqida qisqacha ko'rib o'tishingiz mumkin. Albatta, agar jamoa bilan oldindan gaplashib tanishib olmoqchi bo'lsangiz va savollaringiz bo'lsa, ular bilan mana albatta 15 minutlik tanishuv qo'ng'iroqini ham birga olib borishingiz mumkin. Xullas, dizayn UI UX sohasida qanaqadir xizmatlar kerak bo'lganlar, albatta designbor.com dan foydalanib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mana eng hozir ikkita narsa juda ham hozir menga yoqqani siz aytganingizdan, birinchisi o'sha boshlagan paytingizda consistency, doimiy ravishda o'sha ishni olib borish. Sizni kesmasa ham, sizga umuman javob kelmasa ham doimiy ravishda topshirib turish ko'pchilik boshlagan odamlarni tashlab qo'yadigan paytida o'sha eng boshida. Eng zo'r o'shandan o'tib olish kerak. Keyin ikkinchi aytgan narsangiz, mana birinchi xaridor kelgandan keyin ishlar olish osonlashadi. Lekin birinchi xaridorni olish qiyin hamisha Upworkda. Siz tajribangizda ham, boshqalarnikida ham, o'zimnikida ham, Bekzodnikida ham o'tgan safar gaplashganimizda xuddi shunaqa bo'lgan. Birinchi ishni olish qiyin, undan keyin ancha osonlashadi. O'shaning uchun hammaga mana shu eshitayotganlarga ham maslahat beramiz. Boshida mana to'xtamasdan doimiy topshirib borish eng muhim, ishlarga topshirib. Ana birinchi ishingizni olgandan keyin albatta sizga ham xaridorlar bog'lanishni boshlaydi. Ishga topshirganingizda sizni proposalingizni ko'radiganlar ko'payadi. Shunaqa, lekin mani holatimda men hech qanaqa investitsiya qilmaganman. Mani tekin konnektlarim bo'lgan. Shu konnektlarni ishlatib olishim kerak bo'lgan. Agarda masalan $100 qo'ygin deganda men qo'ymasdim ham. Qiziqmasdim ham. Shunchaki menda tekin bo'lganiga ishlatib olgim kelgan. Ish olganimdan keyin o'sha menda byudjet bo'lgan. Bemalol shu byudjetni ishlatib konnekt sotib olishim mumkin edi, konnektlarim qolmagan holatida. Chunki ba'zida hozir yangi frilanserlar Upworkka kiradida $100, $200 qo'yadi konnektlar uchun, lekin u hech narsaga yetmaydi, to'g'risini aytaman. Hozir konnektlar qimmat bo'lib ketgan, ish olish undan ham qimmat bo'lib ketgan. Hamma pulini ishlatadi, lekin bitta ham ish ola olmagandan keyin ruh tushib ketadi. Men ularni to'g'ri tushunaman. Mana o'zingizda ham shunaqa vaziyat bo'lganmi? Boshlagan paytingizda bu Upwork bo'lmas ekan, faqat kichik ishlar, kichik proyektlar charchatib qo'yadi, yo bo'lmasam ishga topshiryapman, xohlagan natijaga erishmayapman deb turib shuni tashlab yuboramanmi, bo'lmadi degan paytlar bo'lganmi o'zingizda? Shu menda bo'lmaganda, chunki men omadim kelgan deyapman-ku. Omadga ham bog'liq deb o'ylayman, chunki mana hozir ko'raman-da, qanchadan qancha talantli bolalar bor, qizlar bor, frilanserlar akkauntini yurg'iza olmaydi-da. Nimaga? Hozir raqobat kuchayib ketdi. Hamma Upwork haqida biladi. O'zbekistonda emas, butun dunyoda. Keyin yaxshi pul tushishi mumkinligini eshitishadi, mayli harakat qilib ko'ring deydi. Lekin omadi kelmasa iloji yo'q-da, bir xillarni omadi kelib qoladi, to'g'ri? Bitta kichkina ish oladi, sekin-sekin yurg'izib yuborishi mumkin, lekin ko'pchilik tashlab qo'yadi, charchab qoladi. Bitta
mijoz oldim, bo'ldi, endi har doim mani ishim bo'ladi degan narsa yo'q. Doimiylik, постоянство Upwork'da yo'q. Siz Frilanserlik shunaqa. har oy $1000 topaman yo $500 topaman deb o'ylamang. Bir oy rostdan $3000 topishingiz mumkin. Keyingi oyga u proyektingiz yopilib ketadi, yangi klient ololmaysiz, orada uzilish bo'lib qoladi. Qilayotgan summa ham постоянный, ya'ni doimiy bo'lmaydi. Shunga ham e'tibor berish kerak-da. Tushunarli. Aniq shunaqa bo'ladi. Endi boshlayotgan odamlar misol uchun o'ylashi mumkin, imkonsiz deb qarab turib umuman boshlamasligi ham mumkin. Bu bir. Ikkinchisi, boshlaganlar ham boya aytganingizdek, aytaylik $100 bilan konneklarga pul tikib boshladi-yu, o'xshamadi, tashlab yuboradi. Shunaqa vaziyatdagi Upwork'ga kirib kelayotganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Zo'r savol. O'ziga, talantiga, ishiga ishongan odam boshlasin. Zo'r bo'ladi. Men nimagadir ham shunaqangi ishonch bilan kirganman. Shunaqangi hamma narsa oson menga deb o'ylaganman. Birinchi intervyuda ham shunaqa video chat bo'lgan. O'sha video chatda ham o'zim xom bo'lsam ham shunaqangi уверенный, shunaqangi o'zimga ishongan bo'lib gapirganman. Xuddi Klient bilan. xuddiki 10 yillik tajribam bor, zo'r qilib chizib beraman. Kulib, xursand bo'lib gaplashganman. Rostdan men uchun bu qanaqadir yangilik edi-da. Upwork'da chet eldan qanaqadir mijoz topib, u bilan suhbat qurish men uchun yangilik edi. Men hech narsa yo'qotmaganman, tushunyapsizmi? Bir simni sarflamaganman Upwork'imni yurg'izish uchun. Nima yo'qotaman? Yo'qotmagandan keyin men uchun bu shunchaki nima deydi, qiziq bo'lgan. Qiziqishdan ham hammasi o'xshab ketgan. Albatta u o'zimga bo'lgan ishonch. Shu ishni qila olaman deganman, bo'ldi. Eng zo'r insight bo'ldi o'zi. Aynan o'zini sohasini zo'r biladiganlar, o'ziga mana shu kasbini qila olaman deb ishonganlar Upwork'ga kirsa haqiqatdan ish beradi. Doimiy ravishda topshirish lekin baribir muhim. Bitta zo'rlik bilan misol uchun Upwork'da ishlab ketasiz degani emas, hamma noldan boshlaydi chunki. Agar siz 10 yil tajriba bilan chetda ishlab, zo'r dizaynlar qilgan bo'lsangiz ham Upwork uchun siz baribir yangisizda, u yerda tajribangiz yo'q. O'shanga chidab, o'sha momentdan o'tib olsangiz, albatta mana shu Aziz opa aytgandek, ishongan odamlarga Upwork albatta ish beradi. To'g'ri. Endi ba'zi bir ishongan odamlar reytini $50 per hour, $60 per hour qilib qo'yishadi. Men zo'rman, necha yillik tajribam bor, portfolioyim zo'r. Nima masalan $20 yo $30 qilishim kerak deydi-da, ish ololmaydi. Upwork'da lekin sani hech qanaqa opiting yo'q, hech qanaqa tajribang yo'q, hech qanaqa feedback yo'q. Uni to'g'ri tushunish kerak. Shu etapdan o'tib olish kerak. Mayli sal pastroqga, ozgina klientdan feedback olib, ozgina summa tushsin, Upwork'imga ishlaganim haqida ma'lumot bo'lsin. Keyin уже bemalol ko'tarish mumkin, xohlaganingizcha. Kechagina mana shu jamoaviy kitob suhbatimiz bo'lgan edi. O'shanda Atom odatlari kitobini o'qiyapmiz-da hozir. O'shanda bitta zo'r misol keltirib o'tgan. Ingliz tilida aytgan plateau of lateral potential degan, ya'ni yashirin potensial platosi. Har bir odam nimanidir boshlagan paytda 1% dan aytaylik harakat qiladi. Kichik harakatda qiladi. Xuddi Upwork'ga soladigan bo'lsak, har kun siz proposal yozasiz, nimagadir natija ko'rinmagandek bo'ladi. Javob kelmaydi yoki sizni kundalik odatlarni shakllantirish bo'lsa, kichkina nimadir o'zgaryapsiz-da, lekin siz zo'r odam bo'lib ketmayapsiz. Sportga boryapsiz, har kun sportga chiqyapsiz, lekin tanangiz birdan o'zgarib ketmayapti hali ham. O'shanaqa paytda aytgan, hammada o'sha yashirin potensial platosi bo'ladi. Ya'ni siz o'shangacha borishingiz hamisha kichik harakatlar bo'ladi, lekin bu waste bo'lib ketmagan hali. Saqlanib kelyapti bu narsa. Siz o'sha yashirin potensial platosini yorib o'tganingizdan keyingina natijani ko'ra olasiz deganda. Keyin yana aytgan, agar siz hali ham harakat qilib natija ko'rmayotgan bo'lsangiz, bilingki, siz hali o'sha platoni kesib o'tmagansiz degan. To'g'ri. Toma ko'l bo'lur deydi, o'sha ko'l bo'lguncha ozgina kutish kerak. Keyin
Yana bitta ko'pchilikni qiziqtiradigan savollardan bittasi, ingliz tilini bilmasdan Upworkda ishlashning imkoni bormi? Zo'r sohani egasi, lekin angliyskidan qiynaladi. Shu savol meni ham qiynaydi, to'g'risini aytaman. Bilasizmi, hozir AI chiqib ketgan, tarjimonlar ko'p, Google Translator, umuman. Lekin klient video chat qilaylik deganda, siz og'zingizni qimillatolmasangiz nima qilasiz? Yoki to'g'risini aytishingiz kerak, men speakingim yaxshi emas, faqatgina chatda Yozishadi. gaplasha olaman deyishingiz mumkin. Ba'zilar shuni ham eplaydi, chatda gaplashib, kichkina ishlar oladi. Ba'zi bir klientlarni umuman vaqti yo'q video chat qilib gaplashishga, to'g'risi. Ular shunchaki yozadi nima kerakligini, nima qabul qilib olishini yozadi, bo'ldi. Ularni ham nima deydi, katta kompaniyalar masalan vaqti yo'q. Lekin ba'zi bir yaxshi klientlar boshida kim bilan ishlayotganini bilishi kerak. Ko'rgisi keladi, qanaqa odam. Shu gaplashganingizda sizni xarakteringiz bilinishi mumkin. Mas'uliyatli insonmisiz? Rostdan ham shu sohangizni bilasizmi yoki aldavyapsizmi? Butun tajribangizni tushuntirib berishingiz mumkin-da. Mana shunda mijozda ishonch hosil bo'ladi. Ha, to'xta, men boshqa frilanserlar bilan ishlamay qo'ya qolay. Menga shu yoqdi deydi. Tushunyapsizmi? Chatda bu narsani bera olmasligingiz mumkin-da. Shuning uchun ham ishlash imkoni bor, lekin ba'zi bir zo'r mijozlarni qo'ldan boy berishinglar ham mumkin. Katta mijozlar bo'lishi mumkin. Ular shunchaki sizni full time'ga ham olib o'tishi mumkin. Men senga full time taklif qilaman. Upworkda kutib o'tirmaysan, qachon menga mijoz yozarkin, qachon yangi proyekt olarkinman deb kutib o'tirmaysan. Постоянныйga mana shuncha oylik taklif qilaman deydigan klientlar ham bo'ladi. Boshida Upworkda ishlaysizlar, bir hafta, 2 hafta yo 1 oy, keyin hey, davay alohida ishlaylik deydi. Chunki Upwork komissiyalari bor. Ham frilanserdan komissiyonni oladi, ham klientdan komissiyonni oladi. Tushunyapsizmi? Klient ham Upworkka постоянно katta pul to'lagingiz kelmaydi. Alohida o'zingizga o'sha summani berib qo'ygingiz keladi. Tushunyapsizmi? Shunisi bor, o'shaning uchun ham ingliz tilini bilmasanglar, nima deydi, 2 marta o'ylab ko'ringlar. Ingliz tilisiz iloji yo'q. Imkon bor-u, lekin ma'lum bir kattaroq etapga o'tish qiyin juda. Qiyin. Tushunarli. Endi hozir mana aynan Upworkdagi profilingiz o'zi haqida ham gaplashmoqchiman. Profilni siz uchun aynan profilingizdagi qaysidir yozgan description yoki profile title o'shalarni qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Yozilishi, to'g'ri yozilishi umumiy holda. Juda ham muhim bu narsa. Siz tushunishingiz kerak, mijozlar sizdan nima kutyapti va siz ularga nima bera olasiz. Keywordlarni ishlatish juda ham muhim. Mani profilimda dashboard dizayn bor edi, SaaS dizaynlar bor edi-da. Именно shu nishani olganman. Shunchaki UI UX deb qo'ymaganman-da. Boshqa aynan shu dashbordni chizib bera olaman. SaaS platformalarda tajribam bor deb yozganman. Agarda sizlarda mobile bo'ladigan bo'lsa, именно mobile, именно qaysi yo'nalishda, mobile ham har xil bo'lishi mumkin. Applicationlarni har xil industriyada, ya'ni yo'nalishda bo'lishi mumkin. Kimdirlargadir tibbiyot sohasidagi app kerak bo'lishi mumkin. Aynan sizdan kutishadi. Tibbiyot sohasidagi appni yaratganmisiz? Developer bo'ladigan bo'lsangiz yoki chizganmisiz, dizayner bo'ladigan bo'lsangiz. Mana shu narsalar juda ham muhim. Keywordlarni qo'yish kerak. Qaysi toollarni ishlatasiz? Dizaynerlarning tooli juda ham ko'p. Adobe XD, Figma, Sketch, Adobe Illustrator, Photoshop, nimalarni ishlata olasiz? Shularni ham qo'yib berishingiz kerak. Chunki klient masalan ba'zilari faqat menga Adobe XD'da bergin source file'larni deydi. Source file'ni.
kimdir Figmada ishlaymiz deydi. Mana shularni ham ko'rsa, ha bizga to'g'ri kelarkan deb sizga invite jo'natishi mumkin. Yoki proposal jo'natganingizda ko'rishi mumkin. Best match bo'ladi-da, proposal Ha, jo'natganingizda. Ko'radi. Upwork o'zi qanaqadir best matchlarni topga chiqarib qo'yadi. Hozir endi bu ham sal o'zgardi, chunki boosting boshlangan, reklama boshlangan. Qancha ko'p to'g'ri lekin. connect bilan jo'natsangiz, proposalingizni o'shancha tepaga chiqaveradi. Sal o'zgargan. Chunki hamma yoq pul bo'lib ketdi. Lekin men O'sha. boostni ishlata olmadim. To'g'risini aytaman. Men boostsiz proposal jo'nataman. Shusiz ham mijozlar o'qiydi proposallarimni. Ha. Manimcha u sizda уже reyting anchagina yuqori bo'lgan, profilingizda hamma narsa явный ko'rinadi. Ishlagan istoriyalaringiz, qilgan ishlaringiz, portfoliolaringiz zo'r. O'shaning uchun ham birinchidan Upwork sizni baribir boostlardan keyin tepaga birinchi sizni chiqarib qo'yishi mumkin-da. 3 ta boost tepada turib, keyin sizni birinchi turadi. Ikkinchi narsa, endi klient tomonni ko'zi bilan qarasangiz ham ko'rib kelasizda, sizga top rated plus odam topshiryapti. $300,000 ish topgan, reytingi zo'r. Конечно, yozib sizga javob beradida. O'shanga reytingni nimasi ham juda katta rol o'ynasa kerak. Boost qilaman desam ham juda ham katta nima deydi, connect kerak ekanda. Mendan oldin boost qilganlar bir 100 ta connect bilan boost qilib yuborgan bo'lishi mumkin. Men qizg'anaman pulimni, bittagina proposalim 100 ta connect. Ey, rahmat deyman. Ha. O'sha. Boostni qisqacha agar Upworkda hali yangi bo'lganlarga tushuntiradigan bo'lsam, Upworkda ish e'loniga proposal yozasiz. O'sha proposalingizni xaridor ko'rib chiqadi. Lekin xaridorga 50 ta odam topshirgan bo'lishi mumkin. Xaridor 50 tasini ham ketma-ketlikda ko'rib chiqadi. Agar siz o'sha proposalingizni yozayotgan paytda pastki qismida "Mani proposalimni tepaga chiqarib ber, xaridor birinchi ko'rsin" deydigan bo'lsangiz, unga qo'shimcha pul to'laysiz, ya'ni connect ishlatasiz. U connect pulga teng. Keyin sizni proposalingizni xaridor uchun eng tepa o'rinlarda ko'rsatib beradi. Xaridor hamma frilanserlarni birin-ketin ko'rib kelayotgan paytda siznikini tepada birinchi ko'rib, birinchi sizni misol uchun yoqtirib qolsa, omadingiz kelib, birinchi siz bilan kontrakt tuzib olishi mumkin. Ehtimoli shu. Lekin bu xarajat. Proposal yozganda sizni qanaqadir o'zingizni qolipingiz yoki strategiyangiz bormi, чтобы klientlar sizni ko'rib javob berishi uchun? Bilasizmi, shu 3 yil oldingi shablon tayyorlab qo'yganim haligacha ishlataman. Hozir Upworkni o'zini AI chiqqan. O'zi ham yordam berishi mumkin sizga. Umuman ChatGPT ile chiqib ketgan. O'sha orqali ham chiroyli bitta proposal jo'natsangiz bo'ladi. Lekin bilasizmi, men uchun o'zimni templateim, o'zimni shablonim eng qadrlisi. Hech o'zgartirmadim. Shu menga shu paytgacha ish bergan. Juda ham oddiy, sodda, qisqa, lo'nda. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Umuman proposal jo'natishdan oldin job offerni, job postingni yaxshilab o'qib chiqishingiz kerak. Erta shunaqangi keywordlar bo'ladi. Ana o'sha keywordlar orqali sizni proposalingiz o'qilishini ehtimolligi ko'payadi. Ya'ni aqlli mijozlar bor. Job posting qilayotganda agarda AI bo'lsang, proposalni boshiga blue so'zini yozgin deydi. Agarda odam bo'lsang, red so'zini yozgin deydi. Men shunchaki misol qilib aytyapman. Kim yozganini ham bilib oladi. AI yozgan blue deydi-da. Hello deb yozadi. Agar siz hey to'xta, bu tricky ekan deysiz, red yozasiz, tushunasizmi? Buni ham o'qish muhim. Ba'zi klientlar hangi keywordlar yozadi? Menga aynan mana mashi narsalar kerak deb qanaqadir keywordlarni yozib ketishi mumkin-da. Proposalingizda ham siz aynan shu keywordni ishlatib yozishingiz kerak bo'ladi. Menga birinchi o'rinda UX audit kerak deydigan bo'lsa, umuman mana shuncha yozilgan job postingi qaysidir joyda UX audit juda ham muhim degan bo'lsa, siz ham yozib ketishingiz kerak. Hey to'xta, men senga dizaynni qilib beraman, lekin auditni ham qilib beraman. Desangiz, sizni proposalingizni o'qiydi va sizni proposalingiz unga yoqib tushadi, tushunasizmi? Juda ham o'qib aniq nima xohlayotganini tushunish muhim. Undan tashqari,
Sal pastroqlarga tushsangiz, job postingdan keyin oldingi ishlar bo'yicha feedbacklar ko'rinadi Upworkda. O'sha feedbacklarda frilanserlar klientni ismini yozib qoldirgan bo'ladi. Buni hamma bilsa kerak. Hmm. Hmm. Ismini qidirib topaman oxirigacha, kimdirlar yozmaydi. Lekin hammasini o'qib chiqaman-da, ismini topib, keyin o'sha ismni qo'yaman. Hello Michael deyman, misol uchun. Keyin proposalni davom ettiraman. Lekin shunga e'tibor berish kerak, har doim ham Michael o'tirmaydi. U job Akkauntda to'g'ri. chunki bu team bo'lishi mumkin. Komandniy bitta kompaniya bo'lishi mumkin-da, har xil odam o'tirishi mumkin. Hello Michael deganingizdan уже foyda bo'lmaydi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak bu narsa. Yaxshilab o'qib chiqib, tushunib olish muhim. Demakki, hozir mana Aziz opani aytgani bo'yicha eng muhim narsalardan bittasi proposalni yozishdan ham oldin ish e'lonini yaxshilab o'qib, o'rganib chiqish kerak. Nimalar yozilgan, nima so'rayapti xaridor. Bu juda muhim. Bu ko'zni yumib turib topshirib olsa, umuman ish bermaydi, kandek yo'qolgani qoladi. Buni o'rniga yaxshilab ish e'lonini o'qib, nima so'rayapti, nima xohlayapti. Har xil sohada har xil narsa talab qo'yiladi. Ikkinchi narsa, o'sha agar imkoni bo'lsa, albatta xaridorning ismini topib murojaat qilganingiz xaridor bilan qandaydir bir yaqinlik oldindan yaratadi. O'sha ham juda yaxshi strategiya. Agar hozir sir bo'lmasa, o'sha proposalingizda so'zma-so'z aytmasangiz ham qanaqa bodylar bor? Misol uchun nima yozasiz? Bu yoqda nima yozaman, keyin bo'ldi degandek. Shu kirish, salomlashaman. Hech qanaqa ortiqcha narsa yo'q. Shunchaki salomlashaman. Hello, masalan, hello there, hello Michael, hello Lucy. Bo'ldi. Keyin maqsadga o'taman. Men senga mana shu ishda yordam bermoqchiman. I would like to help with the UX UI design of your SaaS application, misol uchun. Bo'ldi. Mana mana shu SaaS application o'sha keyword yoki B2B platform yoki e-commerce marketplace va hokazo. Mana mana shu keyword bo'ldi. Undan keyin here is my Behance and Dribble profiles yoki here is my portfolio deymanda. Jo'natib qo'yaman. Linklar bo'lsa, portfolioingizga online linklar bo'lsa, ularni jo'natsangiz bo'ladi. Alohida PDF qilib ham attach qilaman. Ba'zida linklarni attachmentni ochib ko'rish mumkin. Bo'ldi. Agarda men bilan ishlash qiziq bo'lsa, iltimos menga murojaat qil. Bo'ldi, rahmat Aziza. Juda ham qisqacha. Hammaga ochib qo'ydim. Zo'r strategiya mana. 100 ga yaqin proposallar keladi, ba'zi bir qiziqarli job postlarga-da. Hammasini qanaqa o'qib chiqadi. Uzun narsa yozsangiz zerikadi-da, bo'ldi, menga qiziqmas deydi. Qisqa lo'nda bo'lsa, to'xta, menga shu yoqyapti deb sizga murojaat qilishi mumkin. O'zi ham balkim o'zingiz ham Upworkda klient bo'lib ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'sha ish e'lonlarini ko'rgan paytingizda ko'pchilik gapni o'qib ham o'tirmasdan birinchi linkingizga kiradi. Chunki qidirayotgan narsasini o'sha link ishingizni, ya'ni ishlaringiz, portfoliodan. Gap chunki men bunaqa qilganman, 7 yil ishlaganman, bunaqa qilaman deb o'qimaydi. Birinchi linkka o'tadi, qaraydi, ishlari mos keladimi, keyin gaplashishga o'tadi. To'ppa-to'g'ri, O'zi mana mijozga sizni yozgan proposalingizni 2 qatori ko'rinadi. Mana shu 2 qatori ichida link bo'lgani yaxshi. Videolaringiz YouTube'da bo'ladigan bo'lsa, shu 2 qator boshidagi gapingizga qo'shib yuborishingiz kerak. Shuning uchun aytayman, boshida keyword qisqa lo'nda aytaman-da, u yog'iga mana profilimga o'tganda linklarni jo'natib qo'yaman. Biroz ochmasdan turib, yog'iga nima deganimni ko'rmasdan turib linkka o'tadi-da, keyin wow effekt bo'lsa, unda zo'r ishlari bor ekan desa, keyin sizga yozadi. Mana bu narsani hech kim aytmagandi, lekin mana buni bilib qo'yishinglar kerak. Aynan o'sha 2 qator ko'ringani orasida agar linkingiz ham ko'rinib tursa, rostdan ham ochmasdan linkka o'tib ketsa bo'ladi-da keyin xaridor. Proposalda. Zo'r strategiya. Mana o'rganib qolasizlar, juda foydali. Aziz opadan bugun aytganimdek, hamma bilganlarni sekin-sekin so'rab olamiz. Keyingi savolim, ish e'lonini siz mana ko'rdingiz, o'rganib chiqdingiz, proposalni ham yozdingiz. Keyin undan keyingi etapda aytaylik, xaridordan sizga javob keldi. Upworkda endigi muhim qism o'sha xaridor bilan munosabat, ishni sifati.
o'sha haqida fikrlaringiz qanday qilib o'sha xaridorlar bilan yaxshi munosabat o'rnatsa bo'ladi? Bu frilanserlarga juda ham muhim narsada. Faqat ish agar 50% bo'ladigan bo'lsa, xaridor bilan munosabat yana bir 50%ni oladi deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri. O'zi asosiy xaridorlar Amerikada, ya'ni bizani qit'ada emas, kam bizada. Tushunyapsizmi? Ularning time zonasi boshqa. Biz uxlaganimizda ular bizga javob berishadi. Shuning uchun iloji boricha vaqtida javob berishga harakat qilish kerak. Endi ular ham tushunishadi boshqa time zonadaligingizni. Lekin prompt response juda ham muhim. Shuning uchun ham men Upwork prilojeniyasini telefonimga ham o'rnatib olganman. Qanaqadir notification bo'lsa ham sraz telefonimga keladi, telefonimda ochib, telefondan javob berib ketaveraman. Yo'lda bo'lamanmi, dam olayotgan bo'lamanmi, farqi yo'q, sraz javob beraman. Nima xohlayapti klient? Sen bilan call setup qilaylik desa, sraz call setup qilaman. Qaysidir o'zimga qulay vaqtga. Qanaqadir ishlaring bormi, ko'rsat, Figma linklarni jo'natgin deydigan bo'lsa, ularni hammasini jo'nataman. Vaqtida javob beraman. Chunki mendan oldin uni boshqa frilanserlar ham qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin. Ular mendan oldin javob berib qo'ysa, bo'ldi, shu bilan nima deydi? U bilan ish boshqa Kontraktlar bilan. Ha, men уже qiziq bo'lmay qolaman. Shuning uchun vaqtida javob berish juda ham muhim. Klient bilan keyin chiroyli munosabat qilishga harakat qilish kerak. Qisqa lo'nda javob berish kerak. Nima xohlayotganini tushunib olib, shu bo'yicha ketish kerak. Kimdir voy mana bunaqa ishlarim bor deb ortiqcha gaplar gapirishi mumkin, maqtanib o'zini maqtab olishi mumkin. Unaqa narsalar kerak emas. Klient o'zi qiziqdimi bo'ldi. Faqatgina murojaatga nima xohlayotganini shunaqa murojaat qilish kerak. Ya'ni ularni muammosiga yechim haqida gaplashish kerak bo'ldi. Ha, shunaqa. Ko'pchilik klientlar call setup qiladi. Meeting qilaylik deydi. Ko'pchiligi. Shunchaki offer yuborganlar o'zim ehtiyot bo'laman, to'g'risini aytaman. Yomon klient bo'lib qolishi mumkin. Shunchaki offer yuboradi. Hech narsaga qaramasdan mana senga ish deb tashab qo'yadi. Call qilmaydi. Men o'shanda odamni bilmay qolaman. Men o'zimda ham tajribamda bo'lgan, yomon klientlarga uchrab qolganman. Nima deydi? Asabiy klient bo'lishi mumkin. Nima deydi? Iloji boricha suvingizni siqib ishlatishga harakat qilishi mumkin. Unda o'zingiz ham qiynalib ketasiz. Nima deydi? Keyin ishni olib qo'yganingizdan keyin sizga yomon feedback qoldirishidan ham qo'rqib qolasiz. Chidab ishlashga to'g'ri keladi. Tushunasizmi? Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Hozir meni endi profilim bemalol-ku, men uncha-muncha klientlarni ovurmayman. Ko'pincha decline qilaman. Yaxshilab gaplashib olib, maqsadini tushunib olib, meni suvimni siqib ishlatmoqchimi, tekinga ishlatmoqchimi yoki yaxshi klientmi? Ertaga menga profilimga yomon feedback qoldirishi mumkinmi yo yaxshi feedback qoldiradimi? Yaxshilab mana call qilmagan bo'lsa ham chatda yaxshilab gaplashaman shu odam bilan. Maqsadini aniq bilib olib, nima xohlayotganini bilib olib, men unga tushuntiraman. Men senga mana shularni beraman, mana shu kunni beraman deb. Ortiqcha gaplar qilsa, uni qil, buni qil desa, уже sekin tushunish mumkin. Ba'zi klientlar Upworkdan tashqarida gaplashgisi keladi. Hozir Upworkda contact informationni berish mumkin emas ish olinguncha. Offerni qabul qilmaguningizcha email jo'nata olmaysiz, Telegramingizni jo'nata olmaysiz. Ba'zilar birinchi NDA sign qilaylik deydi. Ya'ni kompaniya ma'lumotlarini, mana proyektim ma'lumotlarini hech kimga tarqatmaysan degan kelishuv bo'ladi. Shunga imzo qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunaqalarni yuborishadi. O'shanda emailingni ham ko'rsatib ketgin deyishi mumkin. O'shanda dokument ichida ko'rsatsangiz, Upwork buni o'qib tushuna olmaydi. Ana o'sha yerda jo'natsangiz bo'ladi. Qachondir ham sizga nima deydi? Contact informationni berish muhim bo'lsa, iltimos qilib so'rasa. Undan keyin sizni boshqa platformalarga chaqiradi. Telegramga, Slackga va hokazoga. Ana o'sha orqali ular, chunki kompaniyalar Upwork orqali muloqot qilishi qiyinroq. Ular bitta guruh bo'lib ishlashadi, komanda bo'lib. Ular Slackda ko'pincha ishlashadi. Ba'zida Teamsda ishlaydi, Microsoft Teamsda ishlashadi. Ba'zilar umuman boshqa platformalar ishlatadi.
Shuning uchun ham mani kompyuterimda hamma platformalardan bor. Zoom, Hammasiga. Teams, Slack, hammasini ishlataman. Klientga nima udobniy bo'lsa, o'zim flexible Mhm, mana o'shalarni ishlataman. Endi aytmoqchi mhm. bo'lganim, klient nima deydi, iltimos qilsa, Slack'ga o'tgin desa, o'tishingiz kerak. Boshqa ilojingiz yo'q. Keyin ehtiyot bo'ling. Ba'zilar kontakt informationni oladi-da, "Men senga pulni boshqa joydan jo'natay" deydi. PayPal yoki Paysend har xil means bor-ku. Ha, Ishni qilib bersang, men o'shalar orqali jo'nataman deydi. Lekin u yerda payment protection degan narsa yo'q. Upworkda bu narsa bor. bo'pman. Ishni mayli deysizda, Hanna deysizda ishni olib unga topshirganingizdan keyin shunchaki yo'q bo'lib qoladi. Shundan ham ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun har doim yangi klient bo'ladigan bo'lsa, birinchi, ikkinchi paymentlarni aynan Upworkni ichida qabul qiling. Mm. Upwork orqali bo'lsa. Keyin orada ishonch hosil bo'lgandan keyin trust hosil bo'ladi, bo'ldi. Bu klient bilan bemalol muloqot qilyapman, ishlarim yoqyapti, pulni to'layapti. Keyin davay alohida chiqaylik desa, unda mumkin. Yangi mijoz bilan hech qachon alohida payment usullarini o'ylamang. Bitta menda shunaqa tajriba bo'lgan. Klient sifatida ish e'loni qoldirganman, nimada Upworkda. Keyin eng menimcha bu noto'g'ri yo'l deb bilganman. Telegramdagi portfoliosini Telegram linkini ko'rsatib qo'ygan. Mm, Proposal'ni ichida. mm, Birinchidan bu muammoli joyi nimada? Telegram уже kontakt informatsiya proposalda ko'rsatishi mumkin emas. Bu Upworkning qoidasi. Lekin ikkinchi muammo, mayli yetib ham keldi deylik xaridorga. Men keyin uni kanaliga kirib, o'zim tanlab olishim kerak edi o'sha 100 tishini ichidan qani menga nima yoqadi deb. to'g'ri, to'g'ri. Klient so'ragan narsa emasda, u klient 3 ta narsa so'ragan bo'lishi mumkin. Bu mana tanlab ol o'zing deb turib kanalni tashladi. Rosa bir noto'g'ri narsa yoki ko'pchilik video sohasida bo'lganimizga butun YouTube'da qilgan ishlariga bitta playlistni jo'natadi. Mana 100 ta ishim bor deydi. Men shunchaki motion grafika so'rayapman, bo'ldi. Boshqa narsa kerak emasda. O'sha jihatdan ham frilanserlar faqatgina o'sha xaridorni muammosiga yechim beradigan 3 ta 4 ta ishini ko'rsatsa, aynan o'sha so'rayotganda xaridor tezroq qiziqib, tezroq javob beradi. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Mana aytishim mumkin, menga faqatgina mobil ilovalarni chizganingni ko'rsatgin yoki mobil ilovalarni animatsiyasini ko'rsatgin deydi. Sizni portfolioyingizda web ilovalar bo'lishi mumkin. Umuman boshqa narsalarga taalluqli ishlar bo'lishi mumkin. Uni qiziqtirmaydi. Shuning uchun ham job posting o'qish juda ham muhim. O'qib savolga javob berish muhim. Keyin job postingda ba'zida qo'shimcha savollar bo'ladi. Sizdan qo'shimcha savollarni so'raydi. Qanaqa time zonedasan deydi. Menga imенно ishingni source faylini ko'rsatgin deydi. Qanaqa akkuratni ishlaysan ko'rmoqchiman deydi. Yoki qanaqa salary expect qilyapsan deydi. Mana shu savollarga ham to'liq chiroyli javob berish kerak. Tushunarli. Hozir mana ishni topgan paytingizda, qidirayotgan paytingizda ham sizni qanaqadir strategiyangiz bormi? Ishlarni tanlab olishda. Juda ham ish e'lonlari ko'p. Juda Qanaqa tanlab olasiz ishlarni? Birinchi bo'lib payment verified bo'lishi kerak. Undan keyin Upworkda pul sarflaganmi? 0 spend bo'lsa, unga yozmayman. Unaqa klient bilan men ishlashni xohlamayman. Chunki u klient yangi klient, u klientni Upworkda hech qanaqa tajribasi yo'q. Upwork qonun qoidalarini bilmasligi mumkin. Injiq klient bo'lishi mumkin. Hech qanaqa feedbacki ham yo'q uni. Keyin reytingiga qarayman. Reytingi 4.8 dan ko'p bo'lsa, yaxshi, 5 yulduz, 4.8, mayli 4. Feedbacklarni o'qib chiqqanman rostdan, masalan, sal pastroq bo'lsa, frilanserlar qanaqa feedback bergan, o'zi qanaqa odam bu. Yomon feedbacklar ko'p bo'ladigan bo'lsa,
bu bilan yaxshi ishlamaganim yaxshi deyman. Chunki menga ham xuddi shunaqa yomon feedback qoldirishi mumkin klient. Menga bu narsa kerak emas. Chunki Upworkda Tushunarli. eng qiyin narsa job successni ushlab turish. Job successi menda 198 orasida bo'lib turadi. Agar undan tushib ketsa, bo'ldi. Upwork algoritmi menga qarshi ishlaydi. Upwork meni profilimni ko'rsatmay qo'yadi. Bunga yomon feedback qoldirishdi deb. 1 oy, 2 oycha meni hech kimga ko'rsatmasligi mumkin. Men bundan xabarim ham bo'lmaydi. Invite'lar tushib ketadi, profile view numberlar tushib ketadi, tushunyapsizmi? Shuning uchun ham yaxshi klient topishga harakat qilaman. Undan tashqari 50 tadan ko'p proposal jo'natilgan bo'lsa, aynan o'sha job postingga men jo'natmayman, chunki meni o'qish ehtimolligi past. Meni o'qimaydi u. 20 dan 50 gacha bo'lsa yuboraman, mayli 20-50 ni orasida o'qishi mumkin proposalimni, lekin o'sha 60 ta 70 ta bo'lib ketgandan keyin meni o'qimaydi. Hammam boost qilmaganimdan keyin meniki eng pastga tushib ketgan bo'ladi. Shu mana mana shu 15-20 bo'lsa juda ham zo'r. 15-20 bo'lsa undan ham zo'r, ha. Keyin 50 ta bo'lsa ham ichida bilasizmi, hozir ko'pchilik shunaqangi aqlli bo'lib ketgan frilanserlar, agentstvalar, ular o'zi qo'lda proposal jo'natmaydi. Ularga bot ishlaydi. Bot postoyanno ko'rib turadi, yangi job posting keldimi, bizani sohaga mos. Nimaga 1 minut ichida mana job post bo'ldi, 1 minut bo'ldi, уже 50 ta proposal jo'natilgan. Nimaga? Bu hammasi bot. Kelishi bilan o'sha sekundda botlar jo'natib tashlayveradi proposallarni. Tushunyapsizmi? Hech zamonda masalan 2-3 minut orasida unaqa 50 ta proposal bo'lishi mumkin emas-da. Odam yozishingizga ham sal vaqt ketadi-ku. A ularda tayyor tars jo'natib tashlaydi, tushunyapsizmi? Shunda ham 50 ta bo'lgan bo'lsa ham, menga job yoqsa, keyin ichida keyword bo'ladigan bo'lsa, agarda shuni o'qigan bo'lsang, oxirgacha job posting o'qigan bo'lsang, o'zingni yaxshi ko'rgan rangingni proposalni boshida jo'natgin deydi. O'zingni yaxshi ko'rgan multigini yoki nomini jo'natgin deydi. O'zing yaxshi ko'rgan hayvonni nomini jo'natgin deydi. Ana shunaqa keywordlar bo'ladigan bo'lsa, unda meni o'qish ehtimolligi ko'p. Chunki botlar bunaqa narsani yozmaydi. Tushunyapsizmi? Botlar hello there deb shablon berilgan. Boshida shu so'zni ko'rsatmagan bo'ladi. Ammo ko'rsataman, meni o'qish ehtimolligi ko'p bo'ladi. Shundagina 50 tadan ortiq proposalli job postingga proposal jo'natishim mumkin. Hozir aynan mana shu botlar bo'yicha boshida men ham qidirib bitta sayt bor ekan shunaqa, Upworkga bot orqali yozib berar ekan proposallarni. Ular bilan miting qilganman, mana shunaqa. Ularga oylik to'lov siz ham qilganmiz. To'lov qilish evaziga shablon jo'natib turib beramiz dedi. Buni ikkita muammoli tarafi bor edi. Birinchi eng katta muammosi, men keyin Upwork policy termsni o'qigan joyimda u yerda aytilgan, Upwork agar buni bot ekanligini sezsa, akkaunt bloklab tashladi. Qanday sezadi? Misol uchun, real bir kunda уже 100 ta 50 chachalab bir kishi yozib tashlay olmaydi-da, har xil ishlarga. Уже sezadi. Xuddi Instagramda ham endi hozir ham bormi yo'qmi bilmayman, 1-2 yil oldin shunaqa edi. Akkauntdan kirib turib, bir kunning o'zida 100 ta kommentariy, 100 ta like, 100 kishiga follow bosib tursangiz, уже bot bo'lib bloklanib qoladi. Bularda ham shunaqa policy bor ekan. Keyin ikkinchi muammoli joyi boya siz aytgan narsa. Shablon berib qo'yasiz, u ish e'loniga to'g'ri keladimi, kelmaydimi, ketaveradi, shunchaki pulingiz ketgani qoladi-da. Connectingiz ketadi bir, ikkinchidan botga ham to'layapsiz-da bu yoqda. Juda ham samarasiz, shuning uchun hech kimga maslahat bermagan bo'lardim bot ishlatishni. Keyingi savolim hali ham o'sha xaridorlar bilan ish sifati, xaridorlar bilan aloqa va ish sifati to'g'risida. Xaridorlar sizga hamisha 5 reyting qoldirishi, feedbackni yaxshi yozib qoldirish uchun siz nimalar qilasiz odatda? Menga murojaat qilishi bilan javob yozaman. U ko'rishim bilan yozaman. Tushunyapsizmi? Shu ertalab turdim, uyg'ondim, ko'rdim, menga nimadir savol yozibdi. Sraz javob beraman. Chunki u biladi men qaysi payt uyg'oq bo'lishimni. Undan keyin deadline'larni meet qilaman. Ya'ni o'sha mana shu kuni topshiraman desam
iloji boricha o'sha kundan oldinroq yoki aynan o'sha kuni topshiraman. Va sifat. Mana shunaqa sifatda senga ish topshiraman desam, shu sifatda ish topshirishim kerak bo'ladi. Ular mendan kutayotgan narsasini beraman. Agarda bermasam, ba'zida shunaqa bo'lib qoladi. Klient so'ragan narsasini yaxshi tushunmagan bo'lishi mumkin yoki u juda ham injiq klient, o'zi nima xohlayotganini bilmayotgan bo'lishi mumkin. Ana o'shanda menga yomon reyting qoldirishi mumkin. Shuning uchun ham yaxshilab nima xohlayotganini tushunib olib, shu sifatda ishni bersam, hammasi yaxshi bo'ladi. Menga albatta 5 yulduzli reyting qoldiradi. Birinchisi muloqot, ikkinchisi ishni vaqtida va sifatli topshirish. Undan tashqari mana qarang, ishingizni sifatini, umuman kommunikatsiya sifatini yaxshilash uchun shunchaki ish topshirib qo'ymaysizda, mana senga link, mana ko'rgin. Shunchaki rasm o'zini jo'natmaysiz. Agarda siz motion dizayner bo'ladigan bo'lsangiz, shunchaki o'sha videoni tashlab qo'ymaysizda. Men klient kutib o'tirmayman, qachon miting qilamiz, masalan, tushuntirib beraman deb. Srazu Loomni ochaman-da. Loomda tushuntirib beraman, nimaga shunaqa qilindi. Nima ish? Mana Loom eng zo'ri. Mana, salom, Michael, yaxshimisan? Mana men dizaynni senga jo'natdim, linklarni share qildim. Bu yerda mana bunaqa navigatsiya bor, bu yerda bunaqa steplari bor, sen tushunmasliging mumkin. Keyingisiga mana bu yerdan o'tiladi. Hamma narsani tushuntirib beraman. Klient qachon uyg'onib, men bilan kol qilishini kutib o'tirmayman. Srazu uni vaqtini ham tejayman, o'zimni ham vaqtimni tejayman. Loom jo'nataman, bo'ldi, klient maza qiladi. Wow. Tushundingmi? Keyin sizga yaxshi reyting qoldiradi. Expectationdan ham yuqori qilib topshirib berishdi bu ishni. Rosa zo'r. Mana yana mana shu insightingizni ham men oldin eshitmaganman. Klientga uje ishni topshirgandan keyin nimaga shunaqa qilinganligini tushuntirib, bunda video tashlash birinchi sizdan eshitishim to'g'risi. Nimaga vaqtingiz ketgani ham, chunki siz masalan vaqt kiritasiz, to'g'rimi? Time tracker ishlatasiz, yo manual kiritasiz yoki fiksga ishlaydigan bo'lsangiz ham nimaga vaqtingiz ketdi? To'xta, mana shu yerda sal qiynaldim, mana shu yerda ozgina research qildim, yaxshi tushuntirmagan ekansan, lekin mana bunaqa narsalarni o'zim topdim. Qarang, zo'r chiqdi deb tushuntirib bersangiz, wow deydi. O'zim mana nimaga любой inson nimaga muvaffaqiyatga erishadi? Mana Aziz opa nimaga $300,000 topgan desanglar, mana-da o'zi javoblari. Klient bilan ishlashni biladi, eng muhimi. Ishlarni analiz qilish yoki proposal topshirish u yoqda tursa, klient bilan ishlashni bilish, uni muammolarini, yechimlarini birinchi prioritetga qo'yish, ularga qanday javob berish, даже ishni ham topshirib olib turib, yana ham ularga nimaga shunaqa bo'lgan deb topshirib berish istalgan klientni xursand qiladi-da, yana ishlagisi keladi unaqa odam bilan. Bu zo'r mindsetda, xaridor bilan shunaqa zo'r ishlash. Men o'zim ham misol uchun ishlasam, shunaqa odam bilan men ham mazza qilib ishlayman-da. Ishni jarayoniga ko'p ham aralashavermaysiz. Topshirasiz, bitta gapdan tushunib oladi. Har bir prosesda sizni misol uchun kichkina narsalar uchun ham bezovta qilavermaydi, lekin oxirida zo'r natija topshiradi, tushuntirib ham bergan. Wow. Juda yoqdi o'sha strategiyangiz. Shunaqa, keyin bu ham qanaqadir emotsional darajada bo'ladi-da. Siz bilan ishlash yoqdimi? Kimdir yana shunaqa dizayner qidirib qolsa, partnyorlari, o'rtoqlari, do'stlari sizni refer qilib yuboradi. Mash qiz bor edi, shu bilan ishlab ko'rgin deydi. To'g'risi menga referral kelgan. Upworkdan tashqarida umuman men bitta o'rtog'im bor edi, shuni veb-sayt chizib berish kerak ekan desa, wow, mana ish beribdi deb, все-таки klient bilan yaxshi munosabat bo'lgan. Balki men oldin customer support bo'lib ishlaganim ham bu yerda qo'l kelgandir. Customer support bu mijozlar bilan ishlash, mijozlarni qo'llab-quvvatlash degani. Bu yerda 8 yillik tajribaga egaman-da. Klientlar bilan bilaman. Tushunyapsizmi? Har doim kulib, har doim pozitiv bo'lib ishlashingiz. Mijoz anaqa nervni bo'lsa ham o'zingizni bosib turib, hop deb turishingiz juda ham muhim, tushunyapsizmi? Upworkdagi mijozlar o'zini korol, shohman deb o'ylaydi, chunki pul ulada, tushunyapsizmi? Feedbackga ham ular yomonini qoldirishi mumkin, butun obro' e'tiboringiz tushib ketishi mumkin, Upwork profilingiz tushib ketishi mumkin. Shuning uchun ham iloji boricha hop hammasi yaxshi bo'ladi, qilib beraman, bo'ldi, gap yo'q. Endi iloji boricha bunaqa klient olishga olmang, bunaqa yomon klient, yaxshilab analiz qilishga harakat qiling. Sizga offer yuborganda ham offerni srazu qabul qilib olmang, ozgina muloqot qiling. Men offerni
srazi qabul qilmayman. Chunki offer qabul qildingizmi, klient ish boshlaysizmi, ish boshlamaysizmi, o'sha joyini o'zida kontrakt yopilib ketadimi, sizga feedback qoldirishi mumkin. Albatta qoldiradi. Ha, Urushib to'g'ri, qolsangiz, to'g'ri. orada urushib qolib kelisholmasangiz, offerni qabul qilib qo'ygansiz. Bo'ldi, sizga feedback qoladi. Siz bir sim olmadingiz o'sha klientdan, shunchaki to'g'ri O'sha. kelmadinglar, lekin offerni qabul qilib qo'ydingiz, shoshmang o'shaning uchun. Hamma narsa zo'r bo'lgandan keyingina offerni qabul qilish kerak. Offer qabul qilmasangiz, urushib qolsangiz, hech narsa feedback qoldirmaydi, hech narsa yo'qotmaysiz bu yerda. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar, analiz qilishga harakat qilinglar. Tanishib olish kerak. Ya'ni bir tiyin pul ham ishlamayapsiz, yana urushib ham qo'ygansiz, uni ustiga siz reytingingizni tushirib yuborib, shuncha nima qolib ketadi. Kechagina shunaqa muammo bo'ldi. Bitta klient NDA sign qildi men bilan, emailimni o'shanda ko'rib qoldi. Slack'ga jo'natdi. Invite Slack'da gaplashyapmiz. Полный katta proyektini o'qishimga ham 2 soat vaqt ketdi, tushunishimga vaqt ketdi. Uni diskussiya qildik keyin o'zi bilan. Keyin men unga milestone'lar qilib, hammasini akkuratniy qilib berdim. Mana hop boshida registratsiya onboardingga buncha vaqt ketadi, sen buncha to'laysan, keyingilariga buncha deb hammasini tushuntirib jo'natdim. Oxirida nima deydi? Endi birinchi milestone menga tekinga qilib bergin deydi. Men uveren bo'lishim kerak, men to'g'ri dizayner bilan ishlayapmanmi, yo'q, menga tekinga qilib bergin. Yaxshi ham offerni qabul qilmaganman o'sha payt. Kutdim. Agarda qabul qilganimda bormi, men tekinga ishlatardim yoki yomon feedback qoldirib ketardim. Boshida tekinga qilib bergan, birinchi skrinni tekinga qilib bergan. Men ko'ray, rostdan shunaqa sifatni menga bera olaysanmi, yo'qmi desa, sraz tekinga umuman hech narsa qilmanglar. Meni maslahatim, tekin degan klient bo'ldi, уже sizni ishingizni hech qachon qadrlamaydi. O'zini mahsulotini tekinga qildirmoqchimi, o'zini hurmat qilmayaptimi, bo'ldi. Ishlamanglar. Endi ishlayotgan bo'lasizlarmi, zo'r opitniy bo'lasizlarmi, tekinga hech qachon ishlash mumkin emas. Testoviy zadание bo'lsa ham, o'shanga хотя бы $20, $50 berish kerak, testoviy bo'lsa ham. Shunga pul sarflash kerak. Tekin umuman ishlash mumkin emas. Upworkni o'zi aytadi, tekinga hech qachon ish qilmagin. Shunaqa. Testoviy rostdan ham agar shunaqa vaziyat bo'lsa ham xaridorga testoviy uchun qanchadir miqdorda pul bersa va u kichik hajmdagi ish bo'lsa, qilsa bo'ladi rostdan ham. Lekin birinchi milestone'ni tekinga ishlaylik degani umuman endi vaqtni behudaga sarflash, stress. Meni o'zim qancha vaqtim ketdi to'g'risida, shu proyektni o'rganib chiqishga, boshqaga-da, endi yana menga milestone'ni tekinga qilib bergin deyapti. Bu juda ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Men tushundim. Menda mana shunaqa ozgina podozrение bo'lsa, offerni qabul qilishga shoshmanglar. Menda ozgina podozrение bor edi. Eng bir hammani qiziqtiradigan savollardan bittasi, Upwork sizni hayotingizni qanday o'zgartirdi? Qanday yordam berdi? Finansiy, sizni umuman erkinligingizga, umumiy holda hayotingizga qanday ta'siri bo'ldi Upworkning? Endi freelancer deb aytiladi-yu, free sizda tushunmasmi? Mana shu erkinlikni berdi menga. Menda mana shu erkinlik bor. Hech kimdan ruxsat so'ramayman. Qayergadir ketishim kerak bo'lib qolsa yoki dam olmoqchi bo'lsam, chetga ketmoqchi bo'lsam, menda boshliq yo'q, tushunasizmi? O'zimga o'zim boshliqman. Hech kimdan ruxsat so'ramayman. Kunimni grafikini o'zim tuzaman. Qachon ishlamoqchiman? Ertalab ishlamoqchimanmi yoki tushlikdan keyin ishlamoqchimanmi, kechqurun ishlamoqchimanmi? Hammasini o'zim tuzaman. To'liq erkinman. Menga mana shu narsa yoqadi. Albatta, Upworkda yaxshi klientlaringiz bo'lsa, yaxshi pul to'laydi. Daromad ham yaxshi bo'ladi. Shunchaki nima deydi, sizni hamma tashqaridan ko'rganlar bekorchi deb o'ylaydi-da. Uyda o'tiradi, xohlagan joyga, xohlagan paytda boradi. Ertalab 8 da ishga chiqib ketmaydi, 6 da qaytib kelmaydi. Xohlagan joyda yuradi, bu pul topadi ham. Tushunasizmi? Qayerdandir unga pul keladi. Sizni hamma bekorchi deb. Shunaqa. Ayniqsa, uyda agar ota-onangiz ham bo'lsa, faqat bitta kompyuterning oldida kun bo'yi o'tirsangiz, ham bir
bir naf tegadigan ish qilsang bo'lmaydimi degan gap ham eshitasizda Ha, keyin. keyin qayerga borsam kompyuterimni har doim o'zim bilan olib olaman. Qarindoshlarim уже tushunib qolishgan. Sayohatga borganimda ham, Mh. gostinitsani ichida bo'lsa ham, kimdir klient qiziqib qolsa bo'ldi. O'sha yerda turib, gaplashib, kolla qilib, har doim kompyuterim shuning uchun yonimda bo'lishi kerak menga. Bu ham zo'r customer service. Hamisha xaridor bilan aloqada bo'lib turish. Har doim men aytyapman, customer service juda ham muhim. Yozdimi, siz ham javob yozishingiz kerak. Keyin yana bitta mana shu savolim. Ko'pchilik baribir hozir eshitayotganlar, bu Upwork'ga kirib kelmoqchi bo'lganlar, ko'pchilik yangi deb qaraydigan bo'lsak, ularga siz nima maslahat berardingiz? Sizdek hozirgi darajaga chiqa olish uchun nimalarga e'tibor qilish kerak oldindan? Shu frilanserlikka to'g'ri mindset bilan kirib kelish kerak. Endi mani darajamni maqsad qilib qo'ymanglar, chunki aytganimdek, bitta men ishlamayman. Menda уже jamoa bor. Klientlar soni ko'paygandan keyin nima deydi, jamoani nima deydi, kollegalarimni ham soni ko'paygan. Shunchaki o'zingizni maqsadingizni qo'ying. Masalan, oyiga $1000 topmoqchiman. Mana shu maqsad uchun nima qilishim kerak? Planni tuzib qo'ying. Har qanday biznesni ochishdan oldin biznes plan qilinadi. Bu ham xuddi sizning biznesingiz. Biznes planni tuzing. Har kuni kamida 2 tadan proposal jo'nataman. Qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar. Kasal bo'lib qolamanmi, connectim qolmaydimi? Sotib olib bo'lsa ham har kuni 2 tadan. Bu shunchaki men o'zim aytyapman. Sizlar boshqacharoq strategiya ham qilishingiz mumkin. Ko'proq proposal yozish kerak bo'lib qolishi mumkin boshidagilar. Ha. Keyin hech qachon meeting, call qilishga qo'rqmang. Ingliz tilingiz yomon bo'lsa ham hech narsa yo'qotmaysiz. Voy, call dedi, bo'ldi, endi bunga yo'q deyman demang. Balki olar. Balki shu proyektni olarsiz, qayerdan bilasiz? Hech narsa yo'qotmaysiz. Mayli, hi, hello ni bilsangiz ham boshida tushuntirib keting. Men asal yaxshi emas ingliz tilim, no harakat qilaman deb. Ingliz tilingiz agarda yaxshi bo'lmasa-da, o'rtacha intermediate bo'ladigan bo'lsa ham, harakat qilib shu callga kiring. Opit bo'ladi bu sizga. Klient sizdan qanaqa savollar so'rashi mumkin, qanaqa holatlar bo'lishi mumkin, hammasi bu tajriba bo'lib yig'ilib kelaveradi. Keyin ozginadan keyin 1-2 oydan keyin уже tajribangiz bor, hamma savollariga shartta javob bera oladigan bo'lasiz. Undan tashqari, mijoz sizdan qanaqa savollar so'rashi mumkinligini ro'yxatini tuzib chiqing. O'sha savollarga siz qanaqa javob bergan bo'lardingiz? Mana bunaqa so'rab qolsa-chi, bunaqa so'rab qolsa-chi, o'zingizni yo'qotib qo'yishni o'ylamang. Shablon, javoblaringiz tayyor bo'lib turaversin. Bo'ldi, shunaqa keyin javob berib keting. Ana o'shanda tayyor bo'lasiz callga. Men har doim o'zimni tayyorlaganman. Endi hozir tayyorlamayman, chunki уже tajriba bor. Mijoz so'rasa, bemalol javob bera olaman. Lekin hali xom paytimda har doim nima savol berishi mumkin? O'zimni klient his qilib, nima savol bergan bo'lardim? Mana shu frilanserga ketib, hammasini ro'yxatini qilib, o'sha savollarga javoblarni ham tayyor qilib qo'yardim. Keyin menda o'sha javoblar tayyor yodlab olganman. Zo'r qilib javob berardim. O'ziga ishonch degani mana shu tayyorgarlik. Ingliz tilini zo'r bilsangiz ham, IELTS ga tayyorgarlik qilmagan bo'lsangiz, siz ola olmaysiz yaxshi ball, to'g'rimi? IELTS ga tayyorlanish kerak. Ingliz tili zo'r. 10 yil Amerikada yashagansiz, Angliyada yashagansiz. Zo'r bilasiz, lekin tayyorgarlik qilmaganingiz uchun ham siz past ball olasiz. Emasmi? Tayyorgarlik juda ham muhim. Zo'r, hozirgi aytgan mana sanab o'tganlarni Aziz opani hammasini o'ziga yozib olib, uni amalda qo'llash kerak. Juda zo'r strategiyalar aytdi. Tayyorgarlik qilish, oldindan savollarga javob berish, ingliz tilida misol uchun qiynaladiganlar bo'lsa, yo'qotish yo'q sizda hech qanaqa narsa. U klient sizga gaplashganda yomon gapirganingiz uchun hech narsa qilmaydi sizga. O'shaning uchun ular bilan gaplashishdan qo'rqmaslik. Hammasi zo'r strategiya not qilib olib, ularga amal qilish kerak faqat. Rahmat bu insightlarni ulashganingiz uchun. Boya bir qisqacha aytib o'tib ketdingiz. Endi o'shani agar detalli tushuntira olsangiz, siz bitta yolg'iz ishlashdan jamoaviy ishlashga qaysi paytda o'tgansiz? Qachon odam o'zi o'tishi kerak shunaqa? Endi bu narsani o'zingiz tushunib yetasiz. Bilasizmi, meni birinchi olgan proyektim juda katta proyekt bo'lgan.
uni o'zim Mhm. qilolmasligimni tushunganman. Menga baribir ham yordamchi kerakligini tushunganman. Tanishlarimga aytganman: "Qarang, menda shunaqa ish bor, pulini bo'lishamiz, menga yordam bergin, yaxshilab qilishga" deganman. Undan tashqari nima deydi, har doim bu proyektim tugasa, keyingi proyektim orasi uzilib qolmasin derdim. Bittasi tugadimi, pul kelishi uzilib qolmasin derdim. Chunki bu jamoa-da, jamoa bo'lgandan keyin nima deydi, jamoa a'zolari ketib qoladi. Mas'uliyat ko'payadi. Pul kamaysa, o'sha proyektlar kamayib ketsa, nima qildim, ish yo'q ekan-u deydi, ketib qolishi mumkin. U zo'r masalan dizayner bo'lishi mumkin, kollega bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun ham yo'qotmasligi uchun mana shu interval bo'lmasligi uchun ishlar orasida har doim men proposal jo'natib turaveraman. Keyingi klientni tayyorlab qo'yaveraman. Bu proyekt tugashiga keyingi proyektim уже bor. Keyingisi tugashiga undan keyingisi bor. Tushunyapsizmi? Keyin yaxshi klient bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha olishga harakat qilaman. Shunaqa qilib, kollegalarni ham ko'paytirganman. Test qilib olib, ba'zida shu testoviy zadание berib, kollegalarni ham ko'paytirganmiz. Yaxshi ishlaydimi, chiroyli ish qiladimi, biza xohlagan ishni bera oladimi deb, shunaqa qilib, hozir bitta komandamiz bor. Xudoga shukr. Shunaqa qilib 300 mingga chiqqan. Agarda siz bitta o'zingiz ishlaydigan bo'lsangiz, 300 mingni maqsad qilmang. Bu nima deydi? Men ba'zida ko'rganman, profillarni aylanib chiqib ko'rganman-da, 1 million, 5 millionlik profil bor-da. Qanaqa qilib deganman, o'shanda tushunmaganman, chunki baribir boshida bitta o'zim bo'lganimda-da. Bilsam, hammasi komandniy работа, komanda ishi ekan. O'ylamanglar 1 millionlik profilni bitta o'zi chiqargan deb. Yo'q. Orqasida baribir yordamchilari bo'ladi. Chunki agar mantiqan o'ylab qaraganda ham siz Upworkda o'zingizni soatingizni pullayapsiz. Sizda faqat 24 soat vaqt bor-da. Undan oshig'iga siz ishlay olmaysiz ham, undan ko'p proyekt ham ola olmaysiz. Sizni vaqtingiz chegaralangan, oladigan proyekt soni ham chegaralangan. O'shaning uchun jamoa kirib keladi bu paytda. Jamoa bilan zo'r ishlab qo'ysangiz, bitta emas, 5 ta proyekt olasizda. Ha, shunaqa. Lekin meni jamoam faqat meni profilim orqasida ishlaydi. Aytyapman, 24 soatim bor haqiqatda. 5-6 ta proyekt bo'lsa, hamma proyektni soatini shu 24 soat ichiga sig'dira olishim kerak. Agar bo'lmasa, fixed olaman keyin. To'xta, fixed ishlaylik deyman. Bilaman, to'xta soatlarini kirita olmayman. Hozir aynan bu qismiga savolim bor. Endi agar buni disclose qilmaydigan bo'lsangiz, olib tashlaymiz. Akkauntingizni soatlik ishlaydigan bo'lsa, bitta akkauntda u qolganlar qanday qilib track qiladi soatni? Zo'r savol. Screenshot qiladi u ekranni. Bu screenshot qilish bu bitta yo'li. Offer yuborganda klient time tracking allowed yoki not allowed deydi. Tushunyapsizmi? Time tracker nima deydi? Manual entry allowed or not allowed deydi. Ya'ni siz time tracker ishlatmasdan ham qo'lda o'zingiz kiritishingiz mumkin soatlarni. Ba'zilar aytadi, yo'q, faqat time tracker ishlatgin deydi. Faqat screenshot olsin deydi. Tushunyapsizmi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, уже 2-3 ta ish ola olmaysiz. Men har doim aytaman, qara, men time tracker ishlata olmayman, manual yoqib ber, menga qanaqadir stress beradi deyishim mumkin. Ba'zi klientlar yo'q, faqat time tracker ishlatgin deydi. Ularni ham tushunaman. Ular ham report beradi-da boshliqlariga, mana shunaqa ishlayapti, mana screenshot shunaqa. Ular ham report beradi, tushunyapsizmi? Unda har xil endi yo'llarini qilib chiqib ketsangiz bo'ladi, endi uni aytib o'tishim shart emas. Asosiy narsani nima deydi? Ishlata olmasangiz, menga fixed bo'lgani yaxshi, chunki hech qanaqa manual time ham kiritmayman, time tracker ham ishlatmayman, fixed milestone'larni yopib pullarni qabul qilib olaman. Shu. Hammasi anaqadan chiqib ketish mumkin. Vaziyatdan chiqib ketish mumkin. Vaziyatlardan. Hozirgi paytda oylik mana shu Upworkdan keladigan daromad qancha? Shu mana shu eshitayotganlarga motivatsiya bo'lishi uchun, ruhlanishi uchun shunaqa imkoni bor ekan deb turib ular o'zini shunga undash uchun. Meni Upwork'imga oylik $10,000 tushadi. 10,000 20,000 orasida tushadi. Qanchasi menikiligini aytmay qo'ya qoling.
Ha. Mana shundan ortiq motivatsiya kerak emasda sizlarga. Bir oyda frilanser bitta akkauntidan shuncha daromad topayotgan ekan, 10 ming, 20 ming dollar. Bundan ortiq nima kerak yana frilanserlarga? Harakat qilish kerak, bosish kerak, ishlash kerak. Bitta o'zingiz ham shu daromadni topishingiz mumkin. Shunchaki bani sohamda raqobat juda ham kuchli. Mani reytim unaqa katta emas. Nima deydi? $30 per hour juda ham kichkina reyt. Umuman dizaynerlar uchun eng past reyt deb o'ylayman bunaqa opit bilan. Lekin nimaga shu past reytni qoldirganman? Nima deydi? Affordable. Ko'pchilik kompaniyalar o'ziga nima deydi? Shu pulni to'lasha oladi-da. $50 qilib qo'ysam, $60 qilib qo'ysam, 1 soat ishingiz ularga $50 ga tushyapti. Ammo 10 soat ishlaydigan bo'lsam, katta pulga tushib ketishadi, tushunyapsizmi? O'shaning uchun ham raqobatdosh narx qo'yib qo'ygan. O'shaning uchun ham постоянство bor. Zo'r, rahmat insightlar uchun. Bugungi mana shu hozir siz bilan bo'lgan podkastda juda men boshqa podkastlarda yoki boshqa odamlar bilan gaplashganda yoki hattoki bloglar ham o'qib ko'rganman-da Upworkda. Mana shu qanday ishlash kerak. Ularda yozilmagan narsalarni eshitdim. Zo'r insightlar bo'ldi hozir. Bularni обязательно o'sha joylarini not qilib yozib qo'yamiz descriptionga. Hamma o'rganib, o'shani eslab qolish uchun. Manfaatli bo'lgan bo'lsa xursand. Bu uchun juda foydali bo'ldi. Rahmat kattakon. Ayniqsa o'sha proposal yozgandagi ikkita strokada link keltirish, Loomda xaridorlarga ish tugagandan keyin ham qanaqa ish jarayoni bo'lganini tushuntirish va xaridorlar bilan munosabat to'g'risida juda zo'r insightlar berdingiz. Rahmat kattakon yana bir marta vaqt ajratganingiz uchun. Shu podkastda ishingiz shuncha ko'p bo'lsa ham oxirgi bitta o'sha maslahatingizni berib, o'zingizni fikrlaringizni yakunlab qo'yishingiz mumkin. Upworkda faqatgina zo'rlar ishlaydi. Zo'rligingizga ishonsangiz bosing. Tushunarli. Rahmat. Zo'rlar uchun Upwork zo'r bozor. Albatta siz har bir sohadagi kabi muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, o'z bilimingizga, o'zingizni rivojlanishingizga investitsiya qilishingiz kerak. Agar siz aynan Upworkda qanday qilib xaridorlarni jalb qiladigan akkaunt yaratishni, qanday qilib yuqori daromadli xaridorlarni topishni, javob darajasi yuqori bo'lgan va o'zga jalb qiladigan proposallarni yozishni, xaridorlar bilan kelishishni, o'z xizmatlaringizni sotishni, xaridorlar bilan gaplashishni va kommunikatsiya muloqotlarini va mahoratlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, Moxie School'dagi Upworkda onlayn daromad topish kursi aynan siz uchun. Kursimiz davomida biz qanday qilib ingliz tilini bilmasdan turib ham Upworkni ishlatish imkoniyati, Upworkdagi akkauntlarni to'g'ri yaratish to'g'risida, Upworkda portfoliolarni shakllantirish va kataloglar yaratish to'g'risida, Upworkda to'lov metodlari va O'zbekistonda turib to'lovlarni yechib olish imkoniyatlari haqida, connectlar, proposallar, ish e'lonlari haqida va har bir ish e'lonlarini qanday qilib analiz qilish to'g'risida, proposallarni qanday yozish haqida, proposallar yozishdagi eng ko'p qilinadigan xatolar haqida va bundan tashqari shaxsiy o'zimning proposal yozishdagi namunalarim bilan ham ulashaman. Bundan tashqari xaridorlar bilan qanday kelishish, muloqotlardagi xato va kamchiliklar, Upwork reytinglari to'g'risida, ularni qanday olish, top rated, rising talent, top rated plus reytinglarni qanday olish, Upworkda agentlik yaratish va bir qancha boshqa maxsus va detalli bilimlarni siz bilan ulashaman. Va ishonchim komil, kursdagi bilimlar bilan siz bemalol onlayn daromad topish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hoziroq saytimiz orqali ro'yxatdan o'ting.